bunaqa vaziyatda bir necha sabablari bor o'ziga yarasha. Deylik, birinchisi ko'p uchraydigan spayk. Ya'ni spayk ko'proq operatsiya bo'ladi, apendist bo'ladi, ayol kesirma bo'ladi. Ana o'sha vaqtda cheklari spaykka bosib ketadi yoki kuchli shamollashlar bo'ladi ichaklarida, endometriozlari bo'ladi, adenomyozlari bo'ladi. Mana shular sabab bo'ladi. Ya'ni shu kasallikka sabab spayklar ham uchraydi. Endi keyingi sababi bu bachadondagi varikoza bo'ladi. Bachadonda ko'p miqdorda varikoz yig'ilib ketganda ham bu og'riq beradi. Yoki turbalar shamollab ketganda ham og'riq beradi. Keyingi sabab qaziyat, ichaklar doimo qotib yuradigan bo'lsa, haftalab ichib kelishda qiynaladigan bo'lsa, bu ham sabab bo'ladi. Ichini keltirib olish kerak. Keyingisi ayol umuman erini xohlayotgan paytda, ya'ni tayyorgarliksiz, kayfiyat ushbu holatda sirazi bo'linadigan yaqinlik ham qo'rqqa og'riq beradi. Shuning uchun tayyorlanish kerak bo'ladi. Va yana bir necha sabablari bor. Agar sizlar bilsanglar, kommentariyaga yozib o'tinglar.